Soch salomatligi va tiklanishi uchun professional parvarish liniyasi K05. Intensiv ta'sir ko'rsatadigan formula, stress, noto'g'ri parhez, har xil gormonal o'zgarishlar ta'sirida sochlar to'kiladi, kamayadi va mana shularga qarshi kurashadigan professional liniya. Soch follikulalarini qo'llab-quvvatlab, ularni sog'lom va baquvvat o'sishini rag'batlantiradi. Soch to'kilishiga qarshi professional shampun bosh terisini va sochlarni muloyimlik bilan tozalaydi. Tarkibida choy daraxti yog'i, arnika va qalampir ekstrakti bosh terisini tinchlantiradi. Har bir soch tolasini ildizini mustahkamlaydi va samarali o'sishini rag'batlantiradi. Soch to'kilishiga qarshi shampunning hajmi 1000 va 500 ml va shunday naborda ham bor 250 ml da. Soch to'kilishiga qarshi professional sivritka tabiiy faol komponentlarga boy, klinik sinovlardan o'tgan murakkab formula, zaiflashgan, to'kilishga moyil sochlar uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Soch to'kilishiga qarshi ampulali losyonlar o'simlik asosida yaratilgan kompleks tarkibidagi qalampir ekstrakti, arnika mikrotsirkulyatsiyani yaxshilaydi, soch to'kilishini oldini oladi va o'sishini tezlashtiradi. Choy daraxti yog'i bosh terisini yallig'lanishini kamaytirib, uni tinchlantiradi va antibakterial ta'sir ko'rsatadi. Trixologik parvarishlash kompleksimizni mana shu formatda ham ko'rishingiz mumkin va bu juda ham qulay format. Buni ichida, demak, 250 ml shampun, 12 ta dona losyon va bitta sivritkasi bor. Shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, sivritka va losyonlarning tarkibi bir xil va bu juda ham qulay siz uchun. Hozirgi video obzorimda trixologik kompleksning soch to'kilishiga qarshi lineykasi bo'yicha sizga ma'lumotlar berdim. Keyingi video obzorlarimda esa qazg'oqqa qarshi, quruq bosh terisi, yog'li bosh terisini normallashtiruvchi trixologik lineykalar haqida ko'plab ma'lumotlar beraman.